Siz shunchalik zo'r stream ham ketaveradi. Bizning internetimiz ham bunaqa parod qilib tursa, monetizatsiya o'chib tursa, как раз mana. Hozir mana. Yashik Pandora ochib qo'ydim. Telekom, Uzonline birinchi navbatda. Sizlarchi yig'ishtiringlar Uzonline. Men kirib mana shu Instagramlarda tarqatinglar iltimos sizlardan. Men o'zimnikilar ham aytaman, video tashaladi, bizzantilni. Uzonline sizlar yopinglar-da, burası provider bo'lmanglar, iltimos sizlar. Karchka, pomidor, piyoz, mashaqa narsalarni sotinglar-da, abonentlarga tupurib qo'ygan holda ishlayapsizlar hozir, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin vaqt o'zgaradi-yu. O'zgaradi. Konkurensiya kirib keladi, boshqa providerlar kirib keladi. Boshlanyapti-yu hali. Yerdimalol gaplashamiz qaracha deb qo'yadi. O'sha boshqa providerlar lishni o'zim reklama qilaman. Rostdan ham. Telefon qilash, deydi, bo'ldi, всё. Boradi deydi. Kunlab kutasiz, oylab kutasiz. Toshkent unaqa emas lekin, keladi bittada. G'ayrati tag'amam anaqasi, nima deydi, sabri chidamaydi, gapirib yura boshqa ko'radi. Meni sabrim bor. Men 10 marta chaqirdim sizlarning texnikinglarni. Bu narsa haqida videoda qilib chiqqanim yo'q. Meni tilimni eshitmaylar lekin. Yo'q, men yomonlik qilaman desam qilaman-da. Gap yo'q. Prosta achinaman-da. Ani gapiryapti, menga gapirib, ikkita bolam bor meni deydi. Kitob bolam ishdan bo'shatib yuborishadi meni deydi. Ular rostdan ham shunaqa-da. Ularga baribir. Ular ma'noni biladi, bo'ldi. Oylik to'lovlarini biladi, nechta abonent ulatding, mana shu narsani biladi. Uni sifati bor, yetkazib berish bor, xizmat ko'rsatish bor. Umuman Kelayotgan kichkina xodimda ayb yo'q-da. Da. Yo'q, ayb yo'q, lekin qarashi ham kerak. Yo'q, kimni olyapti ishga? Ha. Siz masalan, siz masalan montajyorni, sizga montajyor kerak. Ko'chadan biznesmen olib kelib qo'ymaysiz-ku. Montajyorni olish kerakmi? U taraflari ham bor. Ishlamaydi, umuman ishlashmaydi. Faqat mashina biladi, hammasi. Uzonline shunaqa. Specialist yetishmaydi. Siz nima? Menda muammo bo'lmagan, lekin hozircha bilmadim. Chunki O'zbekistonga kelganim o'zi qancha bo'ldi? Yarim yil bo'ldiki. Undan oldin bizaga boshida muammo bo'lgan edi, keyin diplom o'tdi. Diplom o'tgandan keyin men yarim yil O'zbekistonda muammo bo'lmadi diplom bilan. Lekin o'tib olguncha azob bo'ldi. O'tib olguncha har kun telefon bo'ladi. Kechada 2 oyda o'tdi, kabel o'tkazib ketishdi, 2 oyda o'tdi. Undan keyin men ketdim. Mana hozir bu uyingizmi, ofisdami? Uyda. Men uyga lekin hozircha yarim yilda, endi hozir yarim yil Toshkentda bo'ladigan bo'lsam, yarim yilda hozircha bo'lgani yo'q. Uyga ikkita internet o'tkazib qo'yganman. Ikkalasi ham Uzonline. Endi boshqacha yo'q, chunki monopoliya hamma yo'q. Boshqa imkoniyat yo'q. Ikkita internet o'tkazib qo'yganman. Ishxonamga, studiyaga ikkita internet o'rnatib qo'yganman. 1 yil zo'r ishlab berdi. Keyin hozir boshlandi. Shu ikkita internet ham imkoni bo'lmadi. 7 marta переподключение qilibman. Boshqa modem, boshqasini torttirib, boshqatdan yo'q, уже окончательное решено, что именно провайдерda gap. Qilchi, bu men tasavvur qilsam va shu kulgim ham keladi, jahlim ham chiqadi. 50 taga mo'ljallangan stansiyaga 100 odamni tiqishadi-da. Tushunyapsizmi? Keyin o'tirishadi. Bizda hammasi joyida, muammolarda bo'lyapti. Hurmatli xodim, men foydalanuvchiman. Sizning vazifangiz bu. Bo'ldi, jo'natamiz deydi. Всё. Men decham yuraverasiz standartga qaragan. Siz chunki YouTube masalasida bu juda ham tonki narsa. Malayshi ozginagina o'zgarish bo'lsa bo'ldi, ana stream yoqib bo'lmaydi. Ha, ya'ni endi bu ko'proqligi bilinsa kerak. Bizlar uchun stabilniy kelish kerak internet mana shu. So'radingizmi qanchadir skorost, o'sha skorostni bera olish kerak. Agar o'shandan pastga tushsa bo'ldi, hech kim sizni tomosha qila olmaydi. Hech narsa qila olmaysiz. Da, как обычно YouTube videolarni ko'rib o'tiraverasiz. U muammo emas. Ko'plar o'ylaydi shu YouTube'da ko'rsatyapti-ku, nimasi muammo deydi. Yo'q, stream qilish juda ham tonki internet kerak. Unda internet slabroq davlatlarda bu qiyin ekan-da, chunki O'zbekiston internet slabiga kirmaydi-da aslida. Yaxshi-ku. Biz ham normalniy o'rinda ham emasmiz-da, juda ham. Yo'q, eng zo'r emas-da, lekin aytmoqchimanki, mana bu uzilishlar bor. Bu ham yaqindan paydo bo'ldi. O'tgan yil juda ham zo'r edi masalan-da. O'tgan yil internetimiz yaxshi edi, g'ayrat. Mobil Manda aniq studiyada.
bu yildan boshlanyapti nimagadir, hattoki oddiy mobil internetda ham o'shani qilib Da. Da. Yaxshi bo'lib qolar, mayli. Mayli, yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'ldi kishini. Yillar bizda qancha bor? 1,5 bo'ldi. Ha. Nima qolib ketdi, men sizlardan so'ramadim yoki biz sizlardan so'ramadik. Endi sizga bog'liq, o'zi nima so'ramoqchi bo'lsangiz. Yo'q, endi men uchun hozir shunaqa nastroyki, bu